Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Temur Gamer kanali va bugungi videoda do'stlar men Yodgorbek bilan ko'rib turibsizlar. Ammo menda bitta problem bor. Bu video Yodgor ovozsiz bo'ladi. Nafaqat mana bu ovoz dedim. Bu ovozi montajda qo'shilgan do'stlar. Shuning uchun ham uzr so'rayman bundan oldindan. Ammo videoni chiqarishga va qiziqroq qilishga harakat qildim. Montajni ancha oldingidan ko'ra yaxshiroq. Bu video nechinchi qism? 3-qism bo'ladi. 100 kun bosslar bilan Minecraftda. Bu videoni 4-qismida men sizlarga va'da beraman. 4-qism oxirgi qism bo'ladi. Va unda do'stlar biz tugatamiz. Va hozir esa do'stlar bitta kravatga yotib ketaveramiz do'stlar. Bizlar hozir bosslar qidirib sayohatga chiqamiz Yodik bilan. Yodik salomlashmadi ham, ketib qoldi. Videoni shunday olib ketdi. Qayerdir? Hay. Menga e'tibor bermaymiz, qarochi ketamiz. Boshimiz oqqan tomonga. Biror nimanidir topib olib, keyin uni qilamiz. Endi o'sha qilamiz. Boss topamizdan yutishimiz kerak bo'lsin. Yutqazsak video 5 ta qism bo'ladi. Shuning uchun ham yutishimiz kerak do'stlar. Qarorda go. Mana hamma narsalarni o'tib hamma narsalar biz nima bo'lsa yutamiz do'stlar. Shu videoni ko'rib boryapsizlar, zerikmasliklaring uchun biz shuncha harakat qilyapmiz. Bitta like bilan podpiska bosib qo'yinglar do'stlar. Qiyin emas-ku. Bilasizlar, YouTube'dan yig'ishni o'zi bo'lmaydi. Yodgorning uyi bor. Shuning do'stlar like va podpiskani qo'yaveringlar. Ovozim boshqachaligiga do'stlar xafa bo'lmangizlar. Bu ham nima desam, grip bo'lgandim. Yani tomoq bilasizlar, bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun ham do'stlar, sizlar ham o'zlaringizni asrangizlar, menga o'xshab yurmaysizlar. Gapirishim bo'lmayapti o'zi. Ovozimdan kim ekan bu demaylar yana. Hay, va o'ynayapmiz lekin sizlar uchun do'stlar shuncha harakat. Hay. Lekin Yodik topilmadi, Yodik kelmadi cho'ta. Buni ustiga ketdim, men buni ustiga ketdim. Lekin bitta tomonga ketsak, bitta boss chiqsa, tepaga nima qilib yurmardik-da, so'ngra kelib tax. Mana men aytgan boss. Mana. Aylab, qochib, aylab. Masha qo'yib olamiz. Ana o'tiribdi, tepa qiliydik. Qani ketdik 1-ga 1, 2-ga 1. Oy, voy. Nechta jon ayirdi o'zim. Yomon ekan, yomon. Men almazni bir edim. Shuncha jon ayiryapti. Oddiy bir edani birdan ketdi. Bo'lsa sekin alla hujum qilamiz. Sekin. Urib bo'lmayapti. Undan ham ko'p ayirdi. Yodik ketdi, Yodik minus. Voy. Kutmagandim. Yodik, men senga nima dedim? Tochka qo'y dedim. Tochkani nimaga qo'ymading sen? Hay, boshqadan topib boramiz hozir. Ketdik, qidiramiz. Bu qancha yo'l. Sindiramiz, ketdik. Shoshish kerak. Do'stlar, mana bunaqasi buni ozgina tezlashtiramiz. Sizga ko'p emas. Mana
Va nihoyat do'stlar shuncha qiynalib mana shu o'lgur joyi topdiki, bossni endi o'ldirmadik, topolmadik do'stlar. Mana bostirgan sunduq hech qanday bir narsasi yo'q, bir tuzuk. Aytaman bular normaldir. Ay, voy, qoch. Degan kun qilay. Do'stlar bossni qidirdik, ammo topolmadik. Bilmadim o'lgur boss qayerga ketgan endi. Bizlar mashada quvalab yuruvdik, bizni o'ldirdi, lekin o'sha joyda yo'qda. Shuncha qiynalib qidirdik, lekin yo'q. Mana o'sha joy. Mana qaranglar, mana yo'qda hech nima. Boss mashada turish kerak. A few moments later. Mashada turish kerak. Men yana ancha vaqt o'tgandan keyin topolmadik. O'sha uzr. Biz yana boshqa boss qidirib yo'lga chiqyapmiz. Bo'lindik yodgor chapga. Shimolga meni qayerga ketsa ham, men o'ngga qaranglar, hali birinchi marta jeles chopgan ekanman o'sha vaqtda. Endi ko'ryapman mana. O'ynaganda bilmagan ekanman. Kim yangilar bo'lsa shu joyda ko'rayotgan bo'lsa, yana bir takrorlayman. Men zapis bo'lmagan ekan ovozim. Ya'ni zapisim yonmagan ekan, ovoz zapisi. Lekin bunday zapis yongan nimada. Shu uchun ham endi nima desam, montajda ovoz qo'shdim yo'q, lekin yo'q, mana montajda ovoz chiqmadi uni. Endi ovoz chiqqanda deb qo'yib yuborasizlar endi. Nima? Hech qanday bir nimasi yo'q-ku, bilasizlar, sizlar meni topadi. O'yin bo'lyapti chiroyli. Men gapirib beryapman-ku, mana yodgorni o'rniga ham gapirib beraman. To'xtabman. İstesalaring 3 kishini o'rniga 4 kishini o'rniga ham gapirib beraman. Like bossalaring bo'ldi. Mana o'tib. Hay. Bo'lsam chiqmadi. Mana blok yasamosa ancha yaxshi bo'ladi. Lekin blok yasalmadi. Qanday yasalar o'zim ham bilmayman. Shunday deb ketdi yordamda, короче. Bo'lsam topilmadi, boshqasi ham topilmadi. Tolka o'rmon. Mana nihoyat kenglik, mana g'or chiqdi, birinchi g'orim. E'tiborlari uchun biz almazdimiz, lekin jilet chopgan yo'q. O'zlaringiz ko'rlaring. Bu almazni qayda ollaring desalaring, bu almazni men nimadan oldim? Mob bor, mana shu mobni o'ldirib oldim. Shunaqa. Mana sizlar uchun mana like bosing degan tugmani ham qo'ydim do'stlar. Montajda bu like bosing degan tugma boshqa youtuberlarnikiga o'xshab 2 minut turib otigagina ketib qolmaydi. Hozir mana shu joydan boshlanadi. To videoning oxirigacha turadi mana shu like bosing degan. Ana hozirgina aytib o'tirdim mana moblarni. Mana ko'ringizlar, jelezniy bredasi, alvazni bredasi. Bular o'ldirganlaringdan keyin agarda unchalik qiynamasalaring, sizlarga bredasi tushadi. Qiynasalaring buzilib ketadi bredasi. Shuni hisobiga biz alvazni bredada yo'da ko'rlaring xilma-xil. Nima deb yotibman, короче, har xilda. Oldida alvaz shilib jelezi bo'yapti. Ishtonni umuman. Va tepa ham qildi o'zi. Yur, avval o'ldiraylik. Давай go balla. Nimani qilib yotibman, o'zim ham tushunmayapman. Videoni ko'rib, men o'ynadim degan kelyapti-da. Va do'stlar, hozir
mana shu olmazlik. Va mana montajda 72-kun bugun do'stlar. Aytganimdek 100 kunga ham ozgina qoldi. Mana sizlar uchun yashab berdik. Bor kuch bilan harakat qilib mana shuni voy, shunaqa ham bo'ladi. Qotganni qarasinda shu vaqtda bir aylanib kelaychi, joyga tushib ketar. Voy do'stlar, yodingni qarasida chiqib ketganda hammaylar do'stlar xafa bo'lmangizlar. Bu videoda ham ancha harakat qildik, ko'rdingizlar. Bu o'zi bo'lmaydi, bu 11 minut bo'lgani bilan video o'zi 1 soatdan ziyod edi bu video. Yurganimizlarni sizlar necha 12 minut ko'rdilaring. Shu uchun ham do'stlar like bosinglar va men kanalimga obuna bo'linglar. 4-qism albatta chiqadi. Va biz unda most oxirgi qismi bo'lishi mumkin do'stlar. Lekin agarda biz hech qanday most yutolmay 100-kunga kelib qolsa, bizlar 5-qism bo'lsa, 10-qism bo'lsa ham olamiz do'stlar. Hamma xayr, sizlar bilan Temur Gamer bilan.